Rahmat. Yaxshimisilar hayotimizdagi biz uchun eng qimmatli vaqtini bugungi mush so'ringa arzuy deb atab kelgan barliq men uchun eng suyimli kishilarim rahmat sizlarga. Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun men eng xush bo'lgan bir kun. Nimishqa men oxiri hayajonlandim, hammadan bek jiddiylashdim. Yaqindan bir 2 yillik shu o'qituvchilik safarimda uzoq o'tgan jiddiylashmagan. Nimish jiddiylashdim? Chunki bugun bu bir maslahatcha emas, bu bir oila yig'ilishi. Nimishqa? Mana hammamiz 6 shahardan kelib Urumchidan iborat bu yurtda mushunday yaqinlarimiz, mushunday o'zimizningki yuragimizni bergan, qo'limizni bergan, hammadan muhimi hurmatimizni bergan bir qism yaqinlarimizning sen qila olaysiz deb qo'llag'anlik sababdan bugun kerak musanda turish sharafiga erishdik. Oldi bilan mushada hammalarga bir rahmatini bildirib olay. Rahmat sizlarga. Mana hozirgacha men rayonimiz to'g'ri savdo sohasida, undidor savdo sohasida har xil uyg'unishlar orqali taxminan 1000 ga yaqin korxonchining shirkat qurib korxonchi bo'lish uchun hozirgi bir tirishchiligimizni ko'rsatdik va hozirgacha undidorda dars so'zlab 200 mingdan ortiq o'quvchilar belab chiqdik. Hamda bu oldi bilan mushunday biz yaxshi joyda yashayotganligimiz sababidan, yaxshi davrda turayotganligimiz sababidan, hammadan muhimi partiyamiz yaxshi yetakchiligida yaxshi bir uyg'unish fursatiga erishganligimiz sababidan o'zimizning bilish doiramizda to'xtamay darsdan so'zlayapmiz. Mana mush oyning 8-ayning 12-sigacha men to'xtamay Şinjanın her qaçaya berib ders sözüldük. Nurg'ullan korxonchilarimizning vakolatchini tarbiyalab, ozdir ko'pdir natijani chiqaryapmiz. Hamda men bugungi faoliyatni qilishga maqsad nima? Oldi bilan bugun men ikki maqsadda bu o'zimning eng yaqinlarimni, qadrdonlarimni bugungi bu yerga taklif qildim. Chunki bu vaqtda boshqa narsa yozilmadi. Faqat bugungi programmaning ochilish murosimi deb yozildi. Lekin men ikki maqsadda bugungi bu faoliyatni qildim. Birinchisi, baradan o'sib bitirishida oldi bilan u ügengellik üçün emas, belki özünün atrafındaki kişilerin bu ta'sir tüpeyirden u üst bitildi ekan. Men bunda bir gap nayt yaxshi ko'raman. O bo'lsa-mu, men azaldan pishib bitirmedim, lekin kunda cho'ng'ilishni to'xtatib qo'ymadim deydigan. Bugungi bu faoliyatimizga men ügengen, hammadan muhimi hayotlik safarida menga ta'sir ko'rsatgan ustozlarimizni, akillarimizni, adillarimizni, qurdoshlarimizni, kasbdoshlarimizni va nurg'unlagan menga ta'sir ko'rsatgan o'quvchilarimizni taklif qildik. Maqsad sizlar bo'lganlik sababidan biz mushatir oldik. Sizlar bo'lganlik sababidan men qila olay ekanman deb o'zimizga olgan ozdir ko'p ishonch paydo bo'ldi. Shuningla yana bir qatim sizlarga rahmatimni bildiraman. Rahmat. Agar bir odam sen uchun eng qimmatli narsa vaqtini ajratib kelgan bo'lsa, bu sana eng yaqin do'sting ekan deydi. Mana bugun haqiqatan hozirgidek turmush ritmini tizlashayotgan mush markaz shaharda hammamiz bugungi so'ringa mush inimizning yoki mush do'stimizning va yoki mush ustozimizning bugungi vaqtini mush ustozimiz bersak arzu deb kelganligining sababidan bugun bu yerga keldik. Men bugun jiq tashviqotma qilmadim. O'zimning eng yaqinlarimdan chaqirdim. Kimni chaqirsam, "Buldukam, sizning ishingiz bizning ishimiz. Bo'ldi, taqiyot deb hammalar keldinglar." Men haqiqatan ta'sirlandim dedi. Chunki birodarning muvaffaqiyati qanchalik pul topganligida emas ekan. Balki qanchalik ta'sir uchirganligi va o'zining tirishchilik sababidan qanchalik ta'sir ko'rsatganligi bilan ekan. Mana men o'zim bir alimiyatning o'qituvchisi bo'lib sifatim bilan yana hammadan muhim masalalar bir inonlar, qo'rdishinglar va kasbchilar bo'lib sifatim bilan bugun yana bir yangicha bir temani o'tirib chiqardim. U bo'lsa-mu, men hayotimda men mushu riyosatchi bo'lib qolam deb o'ylab baxmagan. Shunga Mahira meni doim deydi-chu. Riyosatchilik safari qarab mangdingiz deb. Meni sonli holatda chaqchaq qildim. Men o'zimni o'qituvchi deb o'ylagan. Va yoki bo'lmasa sahnada turib-atgan o'zining bilganlari orqali boshqa ta'sir ko'rsatgan bir izlanguvchi, o'rgangich degan. Men har vaqt sahnada turib-atgan bir o'rganguvchi. Har bir hayotimiz o'rganganligimiz sababidan taraqqi qila oladi ekanmiz. Bir odam shu o'rgangan chig'imizda andigan boshqa ta'sir ko'rsatadi ekanmiz. Lekin men hozir hamda riyosat doktor korxona programmasi qo'zg'atdi. Uni oldida Mayra bilan qarashib doktorning shuni qo'zg'atdi. Bu navbat yana bir qatam o'zimga jang e'lon qildim. Chunki men yaxshi ko'rgan bir gap bor. U bo'lsa-mu, biz ma'lum bir kunlarga borgan chig'imizda mag'lub bo'lganligimizdan, ziyon tortganligimizdan emas, balki bir haqiqatan sinab baxmaganligimizdan pushaymon qilishimiz mumkin deydim. Mana hozir men yillik kartada 3 xil yillik karta sinfini tarbiyalayotgan o'quvchilar soni 700 o'quvchim bor ekan. Demak 700 korxonchini har xil sinflarimiz tarbiyalayapmiz. Davr o'zgaryapti. Davr taraqqiy qilyapti. Biz yana bir gap, bir odam o'zining hayotida bir ishni yaxshi qilishdan o'ziga va davriga moslashib chiqish hammadan muhim deydi. Bu davr bizga hammamizga bir fursat ta'minlayapti. Hamda korxonchilarimizning taraqqiyotida bu tashviqotdan iborat bu sahna nihoyat muhim bir sahna. Xuddi Coca-Cola'ning CEO'si baş ijroiya amaldoridan shunday bir savol so'ragan. Yani, sen qanday qilib mush Coca-Cola'ning butkul dunyoga tuntalgan joyda bu javob bergan. Men qanday qilib 99.7% tarkibi shakar suv bo'lgan bu Coca-Cola'ning butkul dunyoga tuntaldim tashviqot orqali degan. Chunki yaxshi bir mas'uliyat tashviqot bilan joyda andiga natija qabul bo'ldi ekan.
boshqalar yaxshi mas'ud o'z so'zlaydigan davr hozirgi davr emas. O burunqi 80-90 yillarda yaxshi mas'ud o'z so'zlaydi. Hozir siz yaxshi mas'ud bo'lsa-mu, yaxshi bir tashviqot usuli bo'lmagan chog'da, yaxshi bir sahna bo'lmagan chog'da, hammadan muhim o'zing yaxshi mas'ulatingizni boshqalar bildirilmagan chig'imizda biz yana bir yaxshi korxoncha yoki yaxshi bo'lgan bozorchiga aylanolmaymiz. Undaqda men bugungi faoliyatning temasi bu taklif elish faoliyati. Nimishqa men bu sohada men programmachiga emas. Men izchil deyapman. Men bir o'qituvchi va yoki o'rganguvchi. Mening programma ishlash maqsadim yo'q. Programmacha pul tepish maqsadim yo'q. Shunga men bugun sizlarga bir turkim men nimishqa bu programmani ishildik? Bu programma ishlashga maqsad nima? Nim maqsadga yetimiz? Men o'zimning bilish doiramda o'ylaganlarimni sizlarga demoqchi. Va shundaqla musha kelgan har bir azizlarimizdan, qadrdonlarimizdan taklif fikrini olmoqchi. Hammalar men uchun bugun bu sahnada hammalar men uchun ustoz sifat. Shunga mush ustozlarimizningki, chunki hammamiz hech bo'lmasa mendan boshqa ko'p qism do'stlarimiz programma ishlab bakib programma chiqib baqqan. Şuna men mushuna bir sahna chiqarishga maqsad o'quvchilarim uchun bir tashviqot subsi hozirlab berish. Chunki oldin qatam bir simon munda bir gapni qildim. Abdurahmon, siz nurg'ulgan korxonchani tarbiyalaydingiz, nurg'ulgan undar savdogarlarni taraq qildingiz, nurg'ulgan kishilar pul topdi. Endi bir kunlarga borgancha undar so'z raqobat keskin bo'lib o'tirdi. Undar savdosi o'zgardiganda qildi. Agar undar savdogarlar hammasi vayron bo'lib ketsa, undar savdo korxonchilari davlat tarafidan shollanib ketsa, bu sizning mag'lubiyatingiz bo'lmay, bu sizning nimangiz bo'ldi deydi-chi. Men o'ylandim. Buning mag'lubiyatimmi? Chunki biz oldi bilan po'g'atir ekanmiz. Ondan keyin po'g'i 100 km tirishchilik ko'rsatib ekanmiz. Bu dunyoning qonuni ekan. Biz oldi bilan ma'lum bir orzuni, bu mening orzum deb po'g'atir ekanmiz. Ondan keyin saada mush po'g'i 100 km samolyot to'xtamay tirishchilik ko'rsatib ekanmiz. O tirishchilik izchil bo'lgancha cho'qim natija chiqar ekan. Qaysi kuni izdanning bir gapi menga ta'sir qildi. Nima deydi izlamadim. Odam nima bo'lishini g'irshi deydi. Biz bu to'xtamay o'ylayotgan bir gap. Haqiqatan hamma odam nima bo'lsa shuni g'irshir ekan. Undaqda men bu programma chiqarishga maqsad nima? Program chiqarish maqsad o'zimning o'quvchilarimizga va musha sohada tirishayotgan har bir korxonchi izlanguvchilarimizga bir tashviqot subsi hozirlab berish. Hammadan muhimi o'zimizni chiniqtirish. Chunki biz to'xtamay sinab baqqanchamiz chiniqir ekanmiz. Bir odamning mag'lubiyati u mag'lub bo'lganlik demas ekan, to'xtab qilishgan. Men yaxshi ko'raman mana bir gap bor. Bu dunyodagi eng tiz qadam yugurish emas ekan, balki izchil menish deydi. Eng osti qadam osti menish emas ekan, to'xtab qilish deydi. Biz to'xtab qolmagan chig'imizda o'zimizning orzuyimiz uchun tirishchilik ko'zlagan chig'imizda natija chiqar ekan. Shunga muvaffaqiyat cho'ng kishi yo'q deydi. Sen tungi ko'zingdan olqiyola qolib olsang, bugun sen bugungi muvaffaqiyatchi deydi. Endi bu programmani qo'zg'atish maqsad men mikro savdogar programmasi men buni bugun chambarak mana buni chiqarib qo'ydim-chi. Men biz bir hamkorlashib, ya'ni qo'ychi şirketler hamkorlashib, bunda bir program yo'qishlik maqsad bu programni men Zaxuytan program deb atladim. Zaxuytan amaylan bo'lamiz. Bu programni hamma narsa yig'ishtiryaptim. 2013-yil men doktorlik bitkazib kelgan chig'imda meni bir orzuyim bor. O arzu men kasblashgan holatdagi haqiqiy bir turkum to'r savdogarlarni barliqqa keltirib, bir turkum shirkatlarni barliqqa uchun ozdirga tirishchilikni ko'rsataman. Chunki men bu yerda bir ig'ir bir besim bor. U bo'lsa-mu, rayonimizdan chiqqan tunji to'r savdo fanlari doktori deb. Bu tunji degan gap bu demak oson bo'lgan bilan buni epkildigan mas'uliyat noyat ig'ir ekan. Nurg'un yiqildik, bayramni qurdik, mag'lub bo'ldik. Nurg'un kishilar kamsitdi, keynimizni g'aybat qildi. Eng chong utiqimiz shu atrofimizning keynimizdan bir turkum kishilarning g'aybat qilgani bizga besim ep keldi. Shu besim bo'g'anlik sababidan hozirgacha natija chiqara oldik. Shunga men deyman, sizning hayotingda keyningda bir odam g'aybat qilib baxmagan bo'lsa, bu sizning mag'lubiyating deyman. Shu bizga g'aybat qilganchada bu besim bo'ldi ekan-chu. Shuning bilan men hozir Nurg'un korxona tarbiyalab, bu bir program chiqarishga maqsadim nima? Oldindan hozir men programni qisqa tushundiraman. Taxminan bugungi faoliyat 45 minut davomlashadi. 45 minut tamomlash tugutma chunki hammalar noit eng qimmatli vaqtdan bilan ekeldinglar, shu vaqtdan hurmat qilmasam bo'lmaydi. Eng muhimi men yana 7 da boshlayman degan shunday vaqti. Lekin 22 minut eshib ketdi. Hammalarga yana bir kettuvan kechirim so'rab olay, kechiringlar. As 7 da boshmoqchi lekin nurg'ulgan saat o'tib bergan vaqtda boshlab qo'yamadi, kechiringlar. Undaqda bu programni mundaq. Men bir qancha programni birlashtirib o'tdim. Ya'ni biz ko'rayotgan nurg'ulgan programni birlashtirib, yangicha bir holatdagi Zaxuytan programini birinchi chiqardim. Birinchisi bu program 4 bosqich ilib berildi. Birinchi bosqich. Programning vaqti 40 minut darajada bo'ldi. Programning holati bevosita ko'rsatish holatida ilib berildi. Oldi bilan her ay 4 son bo'ldi. Har kuni 1 son. U da 4 kun olamiz. Har kuni kechda jibo holat ilib berildi. Chunki jibo holat elish berish maqsad nima? Men har bir programmada 50 ming dollar mukofot taqatmoqchi. Ya'ni biz har bir programmada 50 ming dollar ko'gacha mukofot taqatmoqchi. Zada bu programga kirib, men nimaga erishima? Siz bir turga mukofot qilasiz. Mukofot berish maqsad nima? Korxoncha tashviqotini qilish, eng muhimi texnik ko'p kishilarni programga kirish, tatib kirish. Shunga birinchi bosqich men har bir programmada yangi bir temini, ya'ni hammamiz ko'ngil buldigan herkes korxonchilik emas. Hammamiz ko'ngil buldigan temidan bir temini 3 muddat atrofida dars o'tmoqchi.
Ben nimish bu ideyaga keldim? Bundan 1,5 yil burun men Wuhan'da aşırı doktor aşırı o'qiyotgan chig'imda bir program qo'zg'atgan. Ya'ni Abdurahmon doktor 60 sekundlik bilim sahifasi deydigan. Buni men 4 oy davomlashtirdim. Undan keyin to'xtatib qo'ydim. Buningda men har kuni 1 minut atrofida dars so'zlagan. Buning ko'rish nihoyat yaxshi bo'lgan. Nurg'unlagan kishilar mush 1 minutda nurg'un narsa his qilganligini menga degan. Lekin nurg'unlagan sabablar tufayli hammadan muhimi xizmat besim, turmush besim tufayli o'zimiz bahona ko'rsatib bu programni to'xtatib qo'ydik. Endi men bu programmada 3 minutlik bilim sahifasi qildik. Demak, program boshlangandan keyin har bir qismda biz yangicha hammamiz ko'ngil bo'layotgan iqtisod va boshqarish to'g'risida bir temani o'tirib tashlab, men shu temani 3 minut atrofida dars o'taman. Demak, sahnaga chiqib o'zim, chunki men o'qituvchi. Men chuqum o'zimning bilganlarim asosida boshqa deb berishim kerak. Men oliy maktabda 12 yil o'qitdim. Oliy maktabda 12 yil o'qish jarayonida nurg'un narsa ko'rdik, nurg'un narsa o'rgandik. Lekin o'rganganni ishlatolmasak, shu o'rgangan orqali ma'lum iqtisod unum chiqarolmasak, bu bilim sesib ketilgan xuddi qutlab o'tgan qo'lga o'xshash. Shunga bir bilimni kengaytishdagi eng yaxshi usul boshqalarga deb etishgan. Shunga biz o'rgangan nurg'unlagan bilimlarimizni boshqalarga deb etmasa qolmaydi ekan. Lekin buni sahna olmasa qolmaydi ekan. Shunga men har bir qismda 3 minut atrofida bir timni o'tirib qo'yib dars o'tmoqchi. Bu birinchi bosqich. Ikkinchi bosqichda har bir sonni bir cho'lpon taklif qilamiz. Demek meyli banxon olsun, meyli başka tunuydan karxançılar olsun ya olsa başka itiraf qilgan o'sin sohasi yuratgan ma'lum bir taklif qilamiz. Buni bilan nima ish qilamiz? Buningda biz 10 savol tayyorladim. Ya'ni ikkinchi bosqich uyon bosqichi. Hazil savolga hazil javob deb. Buni qanday qildik? Men o'xshash bo'lmagan eng oddiy, lekin boshqa qiziqadigan, nurg'unlagan savol tayyorladim. Men hozir 500 savol tayyorlab chiqdim. Demak, bu anlamak nihoyat oddiy, lekin siz o'ylasangiz nihoyat oddiydek his qiladigan, lekin javob berolmaydigan, lekin javob bergan bo'ldigan. 10 savol tayyorladik-ku. Demek bu savolni men cho'lponlar paranglashimiz. Paranglashib, agar bir savolga birinchi savol to'g'ri javob bersa, 300 ko'y mahsulot sovg'at. Demek buningda eng yo'q 10 savol to'liq javob bersa, biz bugun esa oldik 168 ming ko'ylab mukofot chiqar ekan. Agar mishaga chiqib shu cho'lponlar paranglashimiz. Paranglashib, oldin birinchi oldik 2 savol. Shu cho'lponning o'zining kasb hayotida paranglashimiz. Masalan, ismingiz nima? To'g'ri javob bersa, 300 ko'y ep mangdir degan gap. Bu da oddiy savollarimiz orqali masoruni qizitish, chunki bizning xalqimiz oldi bilan bilimga qaraganda qiziqchilikqa texim yaxshi ko'rdi. To'g'rimi emasmi? Bizda ro'yozuq bo'lgan chaqda ondan o'rgangan bilimlarimiz asqat qo'ldi ekan. Shu ikkinchi bosqich asosan uyon bosqichi. Bu uyon bosqichi nima bilan bog'ladim? Bilim bilan bog'ladim. Chunki men yana bir o'qituvchi. Men har vaqt mayli sahnada turay, men nima ish qilay, men muallim degan bu ism bilan qo'shulaman va shunday muallim degan bo'lsam, menga besim ep keldi. Abdurahmon muallim deganda, Abdurahmon doktor degan chaqda bu amaliyotda bu ataqimiz boshqalarga bergan besimi. Chunki dadamning menda bir gapi bor. Balam esimda bo'lsin, bu dunyodagi eng chong bir mas'uliyat boshqalarga senga ishongin deydi. Bu dünyadaki en çok mesuliyet başkalarının sana işengini deydi. Şu an ikinci bosqich bilim bilen uyan birleştirgan holatda biz cho'lpon bilan paranglashib 10 savol oldida har bir savol javob bersa 300 ko'y, ikkinchi savol 600 ko'y, uchinchi savol 1200 ko'y. Hasilab mangdi. Bu men nimadan foydalandim? Bizning donliq riyosatchimiz Nig'matning programmasidan foydalandim. Qanday? Bir savol javob bersiz, ikkinchi savol o'tsangiz, o'tamsiz o'tgan chaqda oldik. Agar o'tab ikkinchi savol javob bermasangiz, keyin degan oldirganimiz nol bo'lib ketadi. Lekin javob 10 savol bo'lgan tugaydi. 10 savol to'liq javob beradiganlar 168 millionlik mukofot qilishdi. Bu biz naqlashtiramiz. Buni hammasini biz to'xtamay tayyorlab qildik. Bu ikkinchi bosqich cho'lponlar bilan paranglashadigan bilim sahifasi. Uning cho'lponlar ikkinchi sahifasi nima? Bunda biz cho'lpon bilan tuvanda o'tirgan 15 korxonchimiz bor. 15 korxonchining bir yana ikkinchi uyan. Bu uyanni men nimadan foydalandim? Bu uyandan men 2 programni doğradım. Aldıran şu iki programıga rahmetini bildirimen birinci Tala Yoltuzi, ikinci Ço'lpon keldi programması. Çünkü şu programının bizning eng qiziq turgan ikki nuqtasi bor. U bo'lsa-mu, men nima ishga doğradım? Aldıran shulardan bir kechirim so'rab olay. Nima ishga doğradım? Çünkü dunyo doğrash orqali taraqqiy qilgan. Biz doğrab mukammallashtirsak, uni taraqqiy qila olamiz. To'g'rimi emasmi? Bu dunyoda mayli olma qarab beqin hamma narsa biz yaxshi narsa topib kelganligi sababidan oniga taraqqiy qilgan. Olma telefoni doğrashning kelmaganmi? Olmaning o'zining texnikasi nima? Olmaning ekranimi boshqa bir Carglass degan bir shirkatning 67-yil chiqargan ekran. Olmaning Champions xalqning butun Yinjanning hammasi xalqning, hatto o'zining zavodim yo'q. Afushkaninki ma Xönendeki zavod ishlab chiqarildi. Mushundaq bir doğrash orqali paydo bo'lgan mahsulot lekin dunyoda eng oldin qatorda turib o'tir. Shunga bir korxonachaka bir egrilik bir izlanguchi chuqum eng yaxshi narsani tutib erishishni bilish kerak ekan. Shunga men Tala Yultuzi va Cho'lpon keldining ikki nuqtasini tatib keldim. Birinchisi shu cho'lpon bilan korxonchi. Cho'lpon chiqdi, qutquga ediqi mikrofonni qo'ygandan keyin korxonchiga cho'lpon g'ingshiydi. Naqshdan biri chiqdi, korxonchi deydi. Demek her bir naqshni to'g'ri olsa 1500 ko'ylab mukofot chiqadi. Ikkinchi to'g'ri olsa 3000 ko'ylab, uchinchi to'g'ri olsa 420 ko'ylab mukofot chiqadi. Ondan keyin tuvanda, ya'ni ikkinchi qismda ikkinchi birini tanlaydi. Ikkinchi cho'lpon keldi. Cho'lpon keldida
Qanday qilamiz? Masalan, yana birisi ig'iz orqali gapni topadi. Buni hammamiz ko'rib baqqan. Mush ikkining birini tanlaydi. Demak, cho'lpon o'zi oylangandan keyin qaysini tanlaysiz deydi. Buning ikkisi ism qo'ydik. Shuni birini tanlagan chog'da buningdan biz uyon shaklda va mukofot shaklda bu ikkinchi bosqichni olib bordik. Buningda har bir sonda bir cho'lpon taklif qilamiz. Uchinchisi, eng muhim nuqta uchinchisi. Mening maqsadim birinchi, ikkinchi chiqarish emas, uchinchisini asoslash. Uchinchisi qanday qilamiz? Uchinchisida igriliklar sahnasi va istiqbol sahnesini bog'layaptim. Chunki men o'zim alimitet bir o'qituvchi. Bizning eng chong mas'uliyat majburiyatimiz jamiyatga yaramli bir sotsializmning izbosini tarbiyalab chiqish. Lekin har yili bizning maktabningki va yoki har qaysi oliy maktablarningki xizmat tepishi, oliy maktab o'quvchilarining xizmat tepishi noytas bo'lib o'tadi. Burun hammamiz noyat yaxshi ko'rgan bir programma istiqbol sahnasi batdi. Lekin Nurg'ulon Sayatlasbeydan bu program to'xtab qoldi. Shunga men mushun oliy maktab o'quvchilarimizga bir mushu igriklash hammadan muhimi xizmat tabidan bir sahna ta'minlab bersa bo'lgan deb 10 minut 15 minutgacha 3-bekni chiqardik. Programma 40 minut tugaydi. 10 minut 15 minut qana qildi. Bir Şun bu programın ismi men Mikroso degan. Demek bu ne qartgan 3-chi bosqich qartilgan. Bu Mikroso degan programmasida men Veyshan deganni izchil takrorladim. Bular 20 yil oldi. Veyshan degan Undar Sodigar emas. Veyshan degan ism Mikroso degan. Biz faqat davrdagi yaxshi bo'lgan undardan foydalangan sababdan o'zimiz Undar Sodigar deb atib oldik. Lekin siz Undar Sodigar emas, hammamiz bir Mikroso degan. Mikroso degan nima? 2014-yili Liko Chanzangning 2 yig'inda o'tirib qo'ygan. Nima degan? Kelgusida bir dajong chongye vanjong chongshim bo'lgan davr yetib keldi. Har bir xalq igilib tiklaydigan davr yetib keldi degan. Demak, hammamiz eng tuvan tannarx bilan yaxshi bo'lgan savdo fursatini payinib igilib tiklaydigan davr yetib keldi degan. Mana undardan iborat bu savdo davrini payinib Nurg'ulon Qarxonjon paydo bo'ldi, Nurg'ulon undar savdogarlar paydo bo'ldi. Lekin davr o'zgarib o'tdi. Undar savdosi o'zining shaklini o'zgartirib o'tdi. Endi haqiqiy mikro savdogar davri yetib keldi. Hozirgi davr yana cho'ng'izchan emas, ching'izchan davr qarab mangadigan siz muqim bilik mablag' solmay, balki oylanma bilik mablag' solgan holatda taraqqiy qilgan davr. Shunga men 3-chi bosqich qanday qilgan bosqich? Mayli siz bir do'kondor bo'ling, mayli bir olimga putkizgan o'quvchi bo'ling, mayli bir shirkatning hamkorlashchisi bo'ling va yoki bo'lmasa ish qilib iqtisodiy xizmat yordamida turayotgan orzus kuchlik ma'lum bir bilan bo'ling, sahna ta'minlaymiz. Siz nima ish qilasiz? 5 minutdan 8 minutgacha o'zingizning egriklashga qolgan so'zlaysiz yoki orzungizni so'zlaysiz. Biz mablag' sog'cha keldik. Demak, yaxshidir bo'lsa mablag' ta'minlaymiz. Agar xizmat izlaydigan arzungiz bo'lsa shirkatni ta'minlaymiz. Agar bundan keyin nima ish qilishni bilmayotgan g'angirab qolgan bo'lsangiz, yaxshi bo'lgan ideyalar ta'minlaymiz. Demak, uchinchisi faqat o'zida ideyasilar bor, har qanday bir odam sahnaga chiqib, oldi sahnaga chiqishimiz chiniqtiramiz. Biz maxsus o'zimizniki maxsus davyanzo qurdik. Shular shuniga bo'lgan ideyani qanday yenglash to'g'risida bir yangi turib qo'ydik. Yoki bo'lmasa yana bir eng muhim nuqta, bir turkum undar savdo korxonchilarimizning yaxshi bo'lgan birga agishmayotgan hamkorchilar bor. Men bular sahna ta'minlamoqchi. Demak, siz korxon chiqmaysiz, lekin korxonchiga birga agishmayotgan bir turkum hamkorchilar chiqish kerak. Chunki ular sahna lozim. Shu shirkatning taraqqiyotida korxonchilar emas, buning agishmayotgan hamkorchilarmi shu shirkat taraqqiyotida tashviqotlar eng muhim rol o'ynashi kerak. Chunki yolg'izlikdan chiqmas deydi, chiqsam dengi chiqmas deydi. Bu shirkat taraqqiyotida siz yolg'iz satmamay, sizlar bilan qo'lchimoqdan bir turkumcha sahna ta'minlab bermasak bo'lmaydi. Shunga biz 3-chi bosqichda bir igriliklar sahnasi, ya'ni burunqi harama igriliklar sahnasi va istiqbol sahnasi yo'g'irgan holatda va Jungo Xalqaro degan bir program bor. Jungo Xalqaro 3 programni yo'g'irgan holatda 3-chi bosqichni buni 10 minut atrofdan 15 minut atrofda tugaydi. Bunda ham bizning bir turkum bog'lovchimiz bor. Masalan, Izdam muallim adilada yaxshimi? Izdam muallim qatorlar bir turkum bog'lovchilarimiz bor. Shu bog'lovchilarimiz nomer qo'ydi. Eng oxiri Numur qanday hisoblanadi? Numur qanday hisoblanadi? Agar paslik cho'lpon 50 ming yuan bilan 50 ming yuan qiymatga mahsulot bilan yillik cho'lpon 300 ming yuan naqd pul mukofotlanadi. Buni qanday taqdimiz? Paslik cho'lpon qanday tanlandi? Naqd maydonda bahodoqcha qo'ygan numur 30%. Undan keyin 15 yilga qo'ygan numur 30%, 60% naqd maydondagi numur. Qolgan 40% shu programma bugunji bo'ldi, atir boshlab turdi bilet tashlaydi. Her bir şirketning, her bir egrilikchining bir haftalik bilet tashishi bor. Masalan, men bugun men programma qatnashdim. Atir boshlab o'zing bilet tortdim. Lap yo'qildim 40%. Undan keyin 7-kun to'xtaydi bilet tashlash. 8-kun yana bir son qo'yamiz. Bu sondan keyin shu kuni boshlab bilet tashlaydi. 4 hafta bilet tashlab bo'lgan keyin 5-hafta o'rtaq bilet tashlash bosqichi. Demak, har bir aylanning 2 haftalik bilet tashlash bosqichi bor. U bo'lsa oldingi 4 hafta ayrim. En oxirgi 4-5 haftasi o'rtaq bilet tashlash bo'lib, biletning 40%ni hisoblaydi. Har oyda biz oylik cho'lpon chiqaramiz. Oylik cho'lponga 50 ming qo'y dedik. Paslik cho'lponga 100 ming qo'y dedik. Yillik cho'lponga men oldiki 50 ming qo'y, 100 ming qo'y masraf mukofotlaymiz. Eng oxiri 300 ming qo'y yillik cho'lponga biz naqd pul mukofotlamoqchi va eng muhimi shu yillik cho'lpon bo'lgan
korxonchiga biz 1 yillik o'zimizning maxsus maslahatchi umid orqali 1 yillik maslahat qilmoqchi. Agar siz shirkat xodim bo'ling va agar shirkatning hamkorlik huquqini yoki o'zingiz egriliklarcha arzungiz bo'lsa, biz 1 yil ichida siz uchun mulozamat qilamiz. Sizning korxonchi bo'lish uchun o'zimizning eng chong tirishchiligimizni ko'rsatamiz. Mana bu programmani nurg'un qisqartiryaptim. Programmaninki boshdan oxir jarayoni. Şuna mening maqsadim bugunki. Mushta bir zaxuytan holatli bir program chiqardik. Balkim nurg'onlarimiz bu hammaning makanga bunda bo'lishi mumkin. Maqsad mushunda hamma damga bir sahna bo'ldigan bir program chiqarish. Endi yana bir nuqta men bu programga chiqmasam pul tepish emas. Yana bir qanday deb qo'yay. Men endi qanday bo'lib qatnashar shirkat. Hozir shirkat korxonchilarimizda eng kam bo'lgan narsa pul. Eng kam bo'lmagan narsa mas'uliyat. To'g'rimi emasmi? Korxonchi eng kam bo'lgan narsa pul, eng kam bo'lmagan narsa mas'uliyat. Endi qanday qilmay bir songa bir shirkat 10 ming qo'yliq mas'uliyat bilan qatnashadi. Mas'uliyat ma'mursiz. Mas'uliyat men yerda chavuşu qildik. Men yerda biz joz tayyorladik. Sizning chavuşini tayyorlaymiz. Bu chavuşida masalan biz har bir programma naq maydonda 30 ming qo'yliq mas'uliyat taqdimiz. Demak men har xil azil soq azil javobga cho'lpamaya javob berdi, lekin bevas ko'rish qatnashayotganlar naq maydon javob berdi. Jirboping deydi. Shu jirboping deydi javob berganlar qarta har bir savolga 10 odamga mas'uliyat mukofotlaymiz. Demek ulamı nurgun kişiler ben programını görüp nimeге erişime, birinciden bilim girişilik emme, ikinciden kızkarlık her xil çolpallarımızın her xil kızkarlık könüşünü göreleydik emme, üçünceden bir igritikleyidigan hikayelerden alaydık emme, aktiflerine oldik emme, hemmeden amayım bu programlarla men az Türkiye'dir üzem halaydıgan şirketlerin mesulatına mukafat girişilik emme deydigan bir Türkiye neyse men nimeге girişilik emme anlık uçunun katarında biz müşte bir program çıkardık. Şuna maqsadim fakat şirketninki şu programın işi çirgen ketgan pulni ham aldım. İki şirketin ep bolduq. Bu endi buniki men hech qanday zanjir olmayman. Lekin qolgan 15 şirketdan har bir şirketdan setilish bahasida 10 ming qo'yliq mas'uliyat ta'minlash orqali bir son qatnasha oladi. Agar 10 ming mas'uliyatni birsiz, shu mas'uliyatning tashviqotini biz qilib beramiz. Sizga har bir mayli mas'uliyat mukofotlayotgan bo'lsin, yoki shu shirkat tashviqotlayotgan bo'lsin, shular mukofotlaymiz. Yana birsi 15 shirkatga men bu yer bir sahna ta'minlab berman. Cho'lpon bilan birda-bir paranglashadigan va har xil uyon qatnashadigan. Mana bu mening bu program chiqarishdagi maqsadimiz. Endi bu programni biz kuch shirkati bilan hamkorlashib chiqardik va shundaqla bu programmani tajdorligini Uzbay şirketi aldı ve şundaqla hamkorlashib birga uyushtirgan shirkat Pinar shirkati va bizning Kaylarjo qo'ydigan Abduxabarning shirkati shu 3 shirkatning hamkorligida bu programni ro'yobga chiqardik. Shunga hozirgi basquch endi mushta bir program chiqadi ininglar va shundaqla qurdishinglar. Taklif fikring bo'lsa yoki bugun tillaydigan chaqirdim sizlarni. Herkes ma programni maqtaydigan emas, "Mayer menda bo'lmabdi" deb shu narsani ko'z bilan chaqirdim. Shunga qanday taklif fikring bo'lsa, bir anglagan bo'lsa, oldindan men o'zim shu mikrofonni hammamiz hurmatga kirishganimizdan eng yaxshi odam Odil adamga biri. Chunki Odil adamning Isroil kim keldi programmamiz hammamiz eng yaxshi ko'rdigan. Endi mundaq eng keyindan oldi Odil adam chunki bugun narsanga chiqib ketgan, kechikib qoldim ukam deb aytdi, o'zlari bilan keldi. Lekin mush odam keldi, hammamiz bilamiz, hammamiz yaxshi ko'rgan, asli biz naqshi deb tunigan, keyin o'zining odam mush kasbiy axloqi bilan hammamiz yaxshi ko'rgan hatto Odil adam desakmi, faxrim tilga olgan, mush bir hadimiz qatorida bugungi faoliyatimiz keldi, shunga bir ikki og'iz fikrini anglab bo'lgandan keyin Odil kam bermoqchi. Rahmat, Abdurahman rahmat. Bugün kelib inşallah endi bak sayramdı. Bugün kelib daral bu mikrofonni qo'lamga ilishimni bilmagandikin, hech qanday tayyorlik qilmay faqat mashina haydash tayyorligi bilan ketdim. Eng oldi bilan muborak bo'lsin. Shundaq yaxshi ishga tutish qilibsiz. Abay dedingiz maqtaydigan gapni ko'p deymanglar. Birli savol so'rag'im bor, naqshi ayta olamsiz Abdurahman? Ha. Sizni shundaq studiyaga kim keldi programmasiga taklif qilib kelgan. Chunki sizningki gaplaringizni anglab men bak yaxshi bir dars anglagandek bo'ldimchi. Shunda hayajon anglab tova Abdurahman bir 4 naqshni naq maydonda ayta olgan bo'lsa-mu, bir taklif qilib studiyaga kim keldi programmamizning yana bir ko'rishchanligini oshirib olakanmiz degan o'yda bo'ldim. Demak, sizning kamda shu umumiy bilim qurilmangiz mangala emas o'tagan hammalarga ta'sir qilgan. Abdurahman desam men ko'z oldimda eng oldi bilan bir doktor bilimlik bolani ko'zamga akatsam, bir yaxshi inim, uningdan boshqa nihoyatda yaxshi xarakterlik kamtar, haqiqiy o'qigan odamningki bir xarakter namoyon bo'ladigan, ko'pni biladigan, ammo doim egilib hammalarga chiroyli o'z loyiqida gap qildigan, shundaq bir Abdurahmanni ko'zamga akilaman. Hozirgi programmani angladim haqiqatan. Menga ta'sir qilgan yeri Abdurahman korxonchilarni manfaatlantiradigan yaxshi ish qilibdi dedim. Men bu menga ta'sir qilgan birinchi nuqtasi.
Chunki hamma odam kulki chaqchaq bilan, yaxshi parang bilan o'zining mahsulotini o'zaro obort qilish maqsadida bo'ladi balkim. Shuningga bu haqiqatan bek yaxshi chiqdi ekan programmaning ismiga diqqat qildim. O'sha Weishang deb. Bumu bek yaxshi bo'pti. Yana biriga abaysiz dedingiz, faqat riyosatchilik qilib baxmagan men mushundaq o'zimga jang e'lon qildim deb. Ham buning qatorida men bor. Men hayotimda o'zimni riyosatchilik qilaman deb o'ylab baxmagan. Shundaq bir vazifalarni yüklandi. Mayram sizni imzonliq aralash kulgan bo'lsa, balkim menga adam deb qo'qqab kulamagan bilan ichida bo'ladi. Tova majaning almışıp ketkinni. Men qıvatatdım bir optalla, bir optan adam bo'lib yurgan adam chiqib oldi. Nadab, amma bunun jarayonini bo'ladi. Ammo shundaq bir programmaning talabi bilan men kichikkina bir naqsh aytganligim uchun mush programmaga shundaq bir chiqib qoldim. Demak, men o'zim chiqqan programma bilan selishtirish orqali aningdekin sizning ortiqchiligingiz va yoki kamchiligingizni bildikanman-da. Shuning balkim siz shularga yaxshi manfaat yetkaza oladigan gapni qila olasiz. Aningdan keyin bu programmani ishlashdagi sizning orbitingiz pek aniq, ideyangiz naytu udul, ko'riklik rol, ya'ni ko'rmanlar bilan mushu bizningki korxonchilarimizni uchrashtirish, mahsulotlarni qanday yetkazish rolini siz to'liq bilgachga, buningga har xil amallarni o'ylab chiqibsiz. Men hozirgacha manda yana mandara qisib bo'ptike degan tarafni uqmadim. Hamda xulasi qismiga cho'lponlarni akab birdan naqsha aytsangiz tugagidak. Onundan boshqa ko'p kamchilik emas, ortiqchilikni bayqadim. Yana birga men o'zim o'ginib o'tdim. Nima deyman? Muborak bo'lsin siz bilan birga hamkorlikda bo'lganlarning hammasiga har bir qadamlardan gul unsin. Chunki har bir ishni qilgan kishi hargizmi menlam deb o'ylab qilgan bo'lsa, bundaq kollektiv ish qilmaydi. Men degan bo'lsak, men bu jahonda o'z oldimizga nurg'un ishlarni shaxsiylik qilib ola bo'g'uydik. Balkim shundaq umumni o'ylagandikin, boshqalarni o'ylagandikin, oqida o'zimizni tizib turib muomala qilgandikin, yaxshi niyat, yaxshi ko'ngil bilan bo'lgan, kollektivchanlik ideya bilan bo'lgan har qanday ish yaxshi ro'naq topadi deb o'ylayman. Mening deydigan gapim mush bo'lsin. Rahmat. Rahmat eda. Yana bir besim. Chunki o'zim yaxshi ko'radim. Asli men tanqid qilamdi degan nima ish qilsiz ukan buni qilib, siz ma'lumligingizni qilsangiz olmam deb. Chunki men bugun mahsanaga chiqishdan bir o'sha o'tirib ketdim-chi, bugun toz tilishtirgan bo'ldim. Men nima ish qilib yurgandim, men ma'lumchilikni qilmay, men nima ish chiqib qolib edim. Men oqitlaymiz a. Shunga chiq o'yinlab oxir sinab baqay. Chunki odam maqtadan yana bir gap bor-chi. Balam esingda bo'lsin, maqtash asar yaltilgan po'q deydi. Gerçi bu gapni desem o, nurg'un chaqirmanni mushuna adillarimiz va akillarimiz va ustozlarimiz bo'lganligi sababidan va biz mushuna yiqillarimiz yana to'g'alasadan bularni aktiv energiya oldik ekanmiz. Men so'ray kim kelgan, tunji qidim kelgan chaqda, bir inson kelgan chaqda ajoyib huzurlanib kelgan. Nimadan? Naqshidan emas, oldidan Odil Adamning tunji qidim riyosat chiqqan sanatidan. Men rost yurakdagi so'z. Oy bu odam buni naqshida asli ma'lum qildi ekan va asli menda burun bir Mayunning bir programmasida Mayun chiqqan bir program Mayunimda deydi-chi birisi. Mayun bir korxonchilikni har qanday bir yoqqa qo'ysa balkim shu o'zi so'z natija chiqara olish mumkin. Chunki hamma narsaning qoidasi o'xshash deydi. Biz qila oladigan emas, qilinmaydigan sahna orqali pishib bitildi ekanmiz. Shunga adladimga yana bir raqam rahmat. Chuqum eng zo'r tirichalgan ko'rsatgan. Yaxshi qilmasam mumkin lekin yaxshi qilmasam bu mening hikoyam bo'ldi ekan. Qilam masalan bayramda ayni vaqtda birisi menda so'ragan mendan. Ular shunday degan program chiqqan chig'imda birsimda deb siz bir to'rsot bilan doktori bayramchilikni qurib bayram bo'lib kelsangiz bu siz boshqalar qanday qaraysiz degan chaqda men shuni o'ylangan, menda javob bergan. Bayram bo'lib kelsam, men bir ma'lum. O'zim qildim mani. Gerçi to'rsotni uyg'onib keldim. Uyg'onganim ichida bayram bo'lib kelsammi, shu bayram bo'lib nima ish bayram bo'lib ketdim? Shu bilimni so'zlab, men yaxshi bir o'qituvchi bo'ldi ekanman degan. Shu gapim amalga oshib qoldi. Bayram bo'lib ketgandim, nima ish bayram bo'lib ketdim? Shu tajribalarimni boshqa so'zlab berib, nurg'un kishilar o'zgacha yordam bera oldi. Shunga yana bir program, yana bir yorqin nuqtasini deb beray. Bu bevosita chaldirdi. Men har bir programda 30 ming qo'yliq mas'uliyat mukofoti taqdimiz. Yana bir mukofot, har bir songa 10 ming qo'yliq mukofot ta'sis qildik. Bu mukofot nima mukofot? Masalan, qo'ychi bevosita taqdimiz. Qo'ychida zodi qanchalik adam ekvator programma buni ko'rib to'g'rildi. Demak, zodi kim o'zidan poyachaqni necha adam ekirdi? Uni ko'rildi ekan-chu. Bir sonda oldingi 3 adam kirgan. 10 ming, 5 ming, 3 ming mukofot taqatmoqchi. Demek siz çemberekke birkaç kalmayısınız. Ma programı ammal kılıp qanday qilib adam ekiralayman. Chunki
Sindang ma programma adam kömüs olmaydı ekan. Men bir riyasatçı emas. Men her vaqt men bu programmada aldı o'qituvchi sifatida turyapman. Demek üzerinden nurg'ulagan narsa ekanda shu bilganlarimni so'zlamasam bo'lmaydi deb o'qituvchi sifatida turyapman. Shunga bu yerda yana bir shu boshqalarning bing do'shinchida bir narsa biz so'zlaydigan. Demek mikroapparat taqchaydigan. Shu har xil mikro taqch xarakteriki usullarni qo'llanish orqali bu programmaning ko'rilish nisbatini yuqori ko'tarish. Chunki internet davri hammasi uchun eng yaxshi fursatlar ta'minladi. Yana bir nuqta biz yaxshi hayot yashayotimiz, yaxshi hayotda bahramon bo'layotimiz, partiyamiz yaxshi siyosatlarini va texnik ishlarni tunutish. Mana bu biz yana bir maqsadimiz. Undaqda ikkinchisi Adilkam, aka chiqmaymiyaga. Adilkam choy qo'yamsak chiqmaydi. O'zimning eng yaxshi ko'radigan akam. Ba'zida og'inamda ko'rinadi, bu Adilkam deb anlasak. Rahmat. Men bugun gaqilmi deb faqat ideya tayyorlab yo'qkan. Lekin shunda bo'lsa, oldi bilan muborak bo'lsin. Yaxshilar qo'yibsiz. Bugun seni maqtamayman men. Adile bu sımı riyasatçılık kıpıqıptı. Sen mi kıpıqıpsan? Ben işini kıpıqmağanca. Şoň ben taz yaxşı qılamayman. Şunu adıma jürek sözümüz varsa işkiyazı qılmamız yaxşı. Ben bayatdan Abdurrahman Malimning gepini anlagandan keyin intayin hoş oldum. Ama bir yeri köygəndəkli bu programını faqat ismga olmadım. Ama bir gün deb berməsən, iş qılıb yer şardı köygənçö mən. Lekin 100% oxşab ketmisimi, umum qurulması asasen oxşaydı. Lekin bu bir yaxşı. Mükaffatlaş arqılı karxançılarını yetekləş. Hem elbette Abdurrahman Malim, hemen oturgan bir neçə malımlar var. Hemisi minədən kiçik, minin fukam ağıylarım. Dünyadaki baylık namısı tupraqdan çıkıdı ama qimmat oxşamagandek. Adamlar oxşaş yaşagan bilan ularning insoniyatga ekayotgan tökpisi oxşamaydi ekan. Haqiqatan oxşamaydi ekan. Endi mening eng bir xil xo'sh o'g'lim hozir nurg'ulagan karxanchilar, tijoratchilar tuyuq yo'l kirib qoldi-chu. To'rt to'qmish turib qoldi, qayoq mangishini bilmay. Bizning idorada 1280 odam bor deb anglaganim o'tgandi. Ben birisini sordum, bizden idare qancha adam tunaysiz desem, 20 adamni sanab berganda, qolgan tunmamsiz desem, yo'q deydi. Demak, shunchalar cho'ng qurilmasi bor, san'at o'rnildirdimi? Tunaydigan cho'lponlar 20 ga bordi ekan-chu. Ammo savdo sohasida itiraf qilgan ustozlar mush o'tlagan bir 8-10 adamni itiraf qildik ekanmiz. Hozir qarasam men nurg'un faoliyatlarga qatnashman. Men faqat hayotimda o'ylab bakman, ko'rmagan ustozlar bakcha qiyib. Karxançıdan idisi mayak burap, ayak burap, onu tuyuqul kirpli qapsadı. Qanda qilishini bilmey. Hozir hamda ish qilmak o'ng'ay emas. Mushtaq mezgillarda biz nemish qilamiz, kim bilan qilamiz, kimga ergishimiz. Ma'nosi pek muhim, tanlash pek muhimchi. Hozir tanlab bo'qcha shalinib ketib bordi hozir. Shuning fursati ishmadi. Elbette Abdurrahman Malim qatarlıq mana izden Malim Abdurrahmanla oturupdu. Bizden yaxşı bir yaş ustazlarımız hakikaten bizden karxançılarımızdan bir parlaq yolunu kösüp oturdu. Bu programa menimce barbara isim kelip qaldı. Men keyin dep beray sana. Nayta dünyada alqışqa erişken bir programa şundaq o'xshaydi ekan. Mazmun jihatdan qurilmasini yana o'zgartib o'tmalı. Çünkü o yani bu yanı yaxşı taraflarını jug'urib kelgandan keyin meni cho'qim yaxshi o'pdi. Savol so'rash orqali, javob berish orqali, mukofotlash orqali anandan keyin yaxshi turlarni deydi ekan. Degandan keyin nurg'un karxanchilar uning haqiqatan istiqboli va yaxshi turi bo'lsa, yaxshi tur bo'lsa cho'qim mablag' silish kerak. Hozir men Jungyang televiziya stansiyasida shunday bir program bag'dayman. Arpinda davomli qancha ko'rib qolaman. Yaxshi turlarga yomon jiq mablag' soladi. Yaxshi tur deganda kim topadi bo'lsa, ijodkorlar topadi-chu, uni o'zi yanfa qiladi. Ammo nurg'ulagan olimlarda pul olmaydi ekan-chu. Ijod qiladi ekan, pul olmaydi ekan. Karxanchilarda u ijodkorlik bo'lmagan bilan pul bo'ladi ekan. Shuni birikma kuch bilan aslab nurg'ulagan narsalar paydo bo'ldi ekan. Abdurrahman Malim ne adam maqtamaydi deb maqtab qoladi-chu, bilmayli maqtab qolamiz bularni. Chunki bularning insoniyatga ekayotgan to'kisi intayin zo'r.
Men ishonmaydigan tunji boshlanishgan. Ayda to'sam bo'lsa, bu cho'qqam ko'rinish nisbatan intayin yuqori bo'ladigan, odamni qiziqtiradigan. Menimcha kuychi shirkatining hammadan jiq mukofot olamki deyman, odamni jiqroq aytilsa mukofot oldi desa, buniga endi menimcha hammadan kirib o'rin qolmay qolarmi? İnternetga o'rin bor-ku, ancha-muncha kengaytib bersa oq tarafini. Menimcha cho'qim yaxshi bo'libdi. Muborak bo'lsin ukam. Sening programmang shaxsan men bir narsa huquqimga erishdim. O'sha buyursan deganda undidor savdogar deb yuribdik. Men buni qilib boqmagan hamda. Asli bu mikro savdogar ekan. Mana inchik nuqtalarni bilmagandan o'rganib oldik. Kelgusida bizning programmaning bugun tunji boshlanishgan. Bu davamlaşıp ahırga bağıcı, ahırga berip ketkiçi xılı vağıttığı. Hiç bulmağandıymış, bir iki ayını ötküzü vağıcı bizden nurgun nesine bilip bitimiz. Bundağı betkanda seninki bu programın yalğız pul tipi seknisi emez, bir ügünü seknisi iken. Ben işini çokum qalb qılsı da, mübarek olsun hüküm. Rahmat aka. Endi yiqib tushishni qo'rqqan bo'lsak, menga ma'lummaydiqchi. Hammamiz agar tug'ilgan chig'imizda, chunki hammamiz mana ota-ona bo'lyapmiz yoki biz kichikdan boshlab cho'ng bo'ldik. Nurg'un qatim yiqib tushdik ekanmiz. Agar birinchi qatim yiqib tushgan chog'da dadamiz, onamiz kelib qachaq bir nurib yiqib tushdik ekansiz, ma'nsang, yo'q, ma'lum degan bo'lsa, menga ma'lummaydiq. Shu har bir yiqib tushdi bir hikoya bo'ldi ekan. Men bu programma chiqarishga maqsadim birinchidan shu korxonchilarimiz yaxshi bo'lgan tashviqot sozlab berish. Yana birisi programma to'g'risida o'zimning o'ylaganlar bir kirgizib boqay. Chunki men yana izcha ta'kidlayman, men programma ishga emas. Biz har vaqt mana shu ustozlarimizdan o'rganamiz. Lekin bizning bir ozroq hikoyamiz bo'ldi ekan. Hammadan muhimi, men bir o'qituvchi. Mening orzuyim bor. Oldin qatam yana birisi aytuvchi. Undidor so'tsira siz bir turkum ayollarimizni pul topib qo'zdingiz, allarni qachon pul topib qo'ysiz deydi. Men ayollarni pul topib qo'zmadim-ku. Bizning masalan bu yerda bir turkum ustozni taklif qildik. Izdam muallim Abdurahmon muallim qatorliq bir turkum ustozlar hammamiz o'zimiz mushu bilish doiramizda ozroqda ta'sir ko'rsatib yashayapmiz, lekin hech qanday bir darsi biz alla dars kirish qolmaydi, ayollarga kirsin degan gap qilib baqmadik. Hamda bu yerda nimishqa undidor so'lsan bir moitida ayollar uchun ko'proq fursat bor ekan, lekin davr o'zgaryapti. Hamda erlarimiz uchunmi bir noyat yaxshi savdo fursati kelyapti. Shunga mushu 54 sonlik programmada men har bir programmada bir ideyani o'tirib qo'yaman. Hozir davrdagi savdo fursati nada? Men o'xshash bo'lmagan 3 moddancha nurg'un nasab deb bo'g'ildi. Men eng negiz holatda bilim berish mening birinchi maqsadim. Ikkinchisi shu igri tiklik uchun qadar bir sahna hozirlab berish. Chunki sahna olmaganchada nurg'unlarimiz sen qilolmaysa deydigan bir jumla sababidan nurg'un og'zlar bepratib ketar ekan. Shunga endi men hozir mushu bog'liq sifatida, ya'ni yetakchi ustoz sifatida mening yaqin do'stim Mayirani mushaga bir taklif qilsa, ikki qizga qilib bersin. Chunki Mayirani men riyosat taklif qilmadim. Bog'liq ustoz qatorida biz 4 bahalı sözlük qildik, shuning ustida Rahmat Abdurahman. Yo'q, tilmayman. Salam ustozlar. Salam zamandaşlar, davrdaşlar. Birga o'sib yetilayotganlar. Har vaqtimiz xayrli bo'lsin. Salam tordaşlar. Bugun to'limi tuyuqsiz kelgan bir xabar bilan men bu yerga kelib qoldim. Bayatın memtimin shu bevosita tarqitishning xabarini undidorga ham berilganda bugun bevosita tarqitish bormi deb yozdim. Chunki men bevosita tarqitish emas, oddiy holatga bir suhbat, mushu programmaning tayyorlik bosqichlaridagi maslahat deb tushunib keldim-da. Bayatın Abdurahmon so'zlayotdi, Adilkam, Adilada, mushlarning so'zlariga qarab men dunyoga ta'sir qilgan Hindiston kinofilmi Namratlar mahallasidagi Millioner degan kinoni eslab chiqdim. Mush kinodma bir turlik avomni qiziqtiradigan, hayajonga soladigan, jiddiylashtiradigan mushundaq paytlar bor. Mundaqcha aytganda bir Namrat yigitning muhabbat ichidagi o'sib yetilish hikoyasiga biz o'rtoqlashimiz. Filmni yutkib etmay turib va yoki ko'zimiz talmay turib kinoning qanday tugab ketganini uqmay qolamiz. Mush program haqida Abdurahmon so'zlayotdi. Men demak mushundaq bir programmalar ro'yobga chiqib, avomning ko'ngliga yaxshi nimdiga yaxshi. Hammamizning oxirgi maqsadi ma'lum bir vazifalar ustimizga yuklangandan keyin bo'libmi o'zimizning o'sib yetilish davomidagi ijtimoiy majburiyatimizni to'nigandan keyin men avom uchun nima ish qilib berishim kerak deganni
бәкірәк ойлайды екенбіз. Әмілият көпчілік қып бәгеніміз ениş-енişлап ailemizге, пәрзентлерімізге әр xil yollar bilan nesibi şekilde qaytib keldigan işken. Bu bizning ata-ana tarbiyatlarimizda bor. Bugün köpçülük külüp ketdi. Abdurahman riyasetçilik hakkında, Adil Adam riyasetçilik hakkında etdi. Əməliyyatda mayli Adil Adamdan bolsun, mayli Abdurahmandan bolsun, mening ögünüşkə tegishlik nurg'un nuqtalarim bor. Chunki men o'zimni bir umr o'sib yetilayotgan deb o'ylayman. Qachondir bak cho'ng bo'ldim, aql topdim deyishga baldurlik keldiganligiga men o'zim iqror. Şuna Abdurahman'ı kutluqlayman. Abdurahman'ның dost görüp, kurdaş görüp, bugünkü gündə özünün yanında işençlik dost qatarıda meni həmdəmdə bulub çaqırğanның özü demək mən Abdurahman'ның itibarlıq dostu. Abdurahman bu hayat yolu biz qollashqa tegishlik o'qituvchilar qatori. Mana shu naq maydonda bir-biridan söyümlük o'qituvchilar o'tiribdi. Karxanchilarimiz o'tiribdi. Bizni söyündürgən hayatda ayollik majburiyatini ado qilish bilan birga oilaga qaytganda suyimlik ayol bo'lib atgan karxanchi xonim qizlar o'ltiribsizlar. Demak bu programma ko'pchilikka bir turlik o'sib yetilish muhitini ham baharlab beradi ekan. Qatnashganlar o'sib yetiladi ekan, jiddiylasib, xushal bo'lib demak hayotning ta'mini bu programmada tetiydi ekan. Chunki hayotning o'zimi davomliq, xushal-xuram qaynamlikda emas, ancha-muncha jiddiylikda, o'sib yetilishda, tushunishda, tushunmaslikda mana shundaq davom etganiga o'xshash qatnashganlar mana shundaq bir turlik o'sib yetilishning ta'mini tetish bilan birga kuladi ekanmiz. Billa bir-birimizning o'sib yetilishi guvohchi bo'ladi ekanmiz. Menimcha bu programma dastlabki ro'yobga chiqqandan keyingacha bora-bora pishib yetilib, sizlarga o'xshash qadrdonlarning bahosi bilan, fikringlar bilan, qimmatli ayamaydigan taklifinglar bilan texnik mukammallashib mangdi. Riyasatchiga nisbatan programma uning farzandiga o'xshab qoladi ekan bora-bora. Bu mening shaxsiy hissiyotim. Mana hozir Abdurahman ko'p balaning dadasi bo'lish vazifasini o'tish oldida biz do'stimizga eng yaqin araliqda turib yordam berdig'imizni o'ylasak xo'sh bo'lma. Bu besim emas. Bu mas'uliyatni xushallik bilan ustimga olaman. Mayli bu programmada baholovchi bo'lay va yoki mulozimatchi bo'lay, men tayyor. Rahmat sizga. Ko'pchilikka rahmat. Mening shu riyosatchilik holatiga kirib qelish emas, riyosatchi bo'lgim yo'q, chunki yaqin do'stim Nijatning oldida men riyosatchi bo'lay deb ma gapdan uyulamanchi. Nijat kelgan jiddiyleşib ketdim. Chunki men haqiqiy yuragimizga deyishalaydiganlar, tilli olaydiganlar, shundaqlar, maqtaydiganlar turgan men gap qildim. Nijat adaş müşne bir iş qilgan desem, adaş boptu dedi. Sana deydigan gapim bor desem, bağan deyşeydi dedi. Ben gapga shuna xush oldum, rahmat. Endi sunuqdan boshqa hamma narsa yo'q deydi. Menga bu Mayradan yuqqanchu. Mayradan yaqin bo'lishdan beri men riyosatchi degan osmondagi g'ozdan sho'rib sig'an nonchilab yeydigan bir muzik kelish deb o'ylagan. Lekin men yana riyosatchi emas. Men bir bu sahnada o'qishga o'tirmişam. Men bu men qo'shimchalar yana bir riyosatchini taklif qildim. Alloh aytayotgan Maynur Ro'zni misha bir riyosatchi qilib taklif qildim. Rahmat. Hamda bir rasmiy program kelgan chog'da. Chunki mush hammalar kasb jihati mush riyosatchimiz emas, kasb jihati o'rganganlar biz mush o'rganganlar yana to'g'anchamlar o'rganalaydi ekanmiz. Hamda yana bir yerni seni taklif qilmoqchi bo'lsam, kichkina bir orzuyim bor, u bo'lsa shu sehrgarlikni o'z ko'zim bilan ko'rib baqsan degan orzum bor. Chunki televizorda ko'ratdik-ku. Keyin mush Anvar bilan yaqin o'tib biz Nansanda bundan 7 yil burun muqaddam biz Nansani tunji qatim Anvarning serigarini ko'rgan chog'da ajab qilg'ashgan bu serigar degan kimning gapi bir gap yolg'iz soxtalik aralashgan bir narsa deydi-ku, o gapni unutib qolibdim. Shu vaqtda men oy ajab ezgan deb Anvarga havas qilgan. Shunga bugun Anvar mana hozir o'zining tirishchilik bilan serigar asosini chiqib program ishlatayotgan hammamiz noiti qo'l qo'ydigan izlanguvchilarimizdan birisi. O'zimizningki eng yaqin bo'lgan do'stlarimizdan birisi bo'lib, Ipak Sudaslar riyosatchi mush daviyallik qilib, noit hammamizning yana bir qatim oy men qo'ltisgan degan bahosga erishdi. Shunga mush programma chiqqandan keyin men Anvarga aytdim. Yana men timjamiz kelgan Anvarning fikrini anglaydi, chunki yangilik chiqdi. Shunga men mishada Anvarning fikrini chiqarib turib anglamoqchi. Hammamiz savaqtlarimizni Anvarga taklif qilgan bo'lsak. Yaqin do'stimiz Anvar Ozod Elchin. Yaxshimisilar? Men Anvar Ozod Elchin. Abdurahmanning shu maktab bitirib bo'sh bo'lib, lekin biz shu Nansan uchrashgan beti Nurvat paranlashib ketdik. Shu vaqtdan boshlab ideyamiz bir yerdan chiqadi ekan deb hozirgacha men vaqtimiz Abdurahmanning mayli yaratgan natijalari bo'lsin, ham ishlarini men ko'rib kelyapman. Endi lekin men kasbiy emas ko'proq g'ilib qoldim desam.
Çünki meni oliy maktabda o'qiganim bo'lsa, meniki shu injenerlikda o'qiganchu, 5 yil o'qigan. Ondan shu kichigini boshlab sergarlik bilan shug'ullanganim uchun shu sergarlik kasbiga qoldim. Keyinchundan shu ishkirdagi programmalarda to'xtamay yig'ilishlarni ko'rish, berib qatnashish jarayonida hamda azroq bo'lsa-mu bir narsalarni o'rgandim. Ana shunaqlam shu Ipak Yuluzasini hamda muvaffaqiyatli bir bo'ldi deb o'ylayman. O'zimning o'ylagandan taxminan bir 80% atrofida natija chiqadi deb o'yladim. Hozir yana kasatlab hozir shu baba turim deb oshxonni yeyib ketib borman, cho'sh qilmaydigan ishimiz qilmaydigan o'xshaydi. Birinchi qilsak shu bu programma birinchidan shu nurg'ulg'an vishon qilayotganlar bo'lsin, mayli korxonachilar bo'lsin, nurg'ulg'an ilon unumini ko'radigan, ko'maydigan ishlar bek ko'p. Masalan, nurg'un tor programmalar bor, nurg'ulg'an vag'nojular bor, tor mikro kinolari degandek. Anda nurg'un salonlar bor, nurg'un tashviqotlar qildi, lekin rasmiy unumga erishayotgan narsalar unchalik ko'p bo'lmas mumkin. Nurg'un deydi, unum bo'lmadi deb. Nurg'un vag'nojular shu sal to'xtab qolgan ishlar ko'p degandek. Lekin bayatdan beri men shu tunugin avatgan ishlar ko'rdim. Bu programma birinchi yo'lab nimkansak, shu Xinjiangning bu korxona sohasini, vishon sohasini yuqori bir pallaga ko'taradigan, shundaqla nurg'ulg'an izlanguchilar, nurg'ulg'an iyilik tikilsam deydiganlar uchun bir yaxshi bo'lgan bir fursat bo'libdi. Albatta bu programmadan endi bugungi bir dastlabki bir yig'ilish, buni ishlash jarayonida men cho'qim qo'limdan kelishicha bir yaxshi taklif fikrlarni beraman. Ondan yana bir jihatdan qarasak, bu programma Shin Meiti bilan mangadigan program uchun. Chunki Chönton Meiti bilan Shin Meitining yana farqi bor. Chönton Meitini mo e'tirof qilmaymiz emas. Chönton Meiti deganimiz masalan gazet, jurnal, radio, televizor degandek. Bularning mo o'ziga tushliq yo'nalishi bor, o'ziga tushliq nimasi bor. Guanzhongsi bor-chu. Program ko'rganlar bor. Endi mana Shin Meitiga qanday desak, bizning hozirgi turmush ritmimiz nihoyatda tez bo'lib ketib boradi-chu. Biz amal bor bir narsani tez suratda ko'rib yetsak deymiz. Qanday desak, masalan biz do'yinda bir kinoni masalan uyda o'tirib ko'rish bek xo'shaqmay qolsa bir do'yinni izlablar, uch bilak bilangan bo'yicha vaqt tez ko'rayotimiz-chu. Bir kinoning mazmunini tez suratda bir vaqt tushunib bo'lamiz. O'tirib yarim soatda biz unda kinoni ko'rib olaymiz-chu. Endi bu program qarasak, hozir butunlay har bir bo'lakdan tortib o'xshamagan mazmun. Desak, bu qanday desak, o'xshamagan mazmun qisqa mangandan keyin bunimi cho'qqum shu programni ko'rayotganlar jibo vasarqiliq bo'lsin, keyin jibodan keyin buni lubo qilib buni ayrim bir ishlab yana qo'ydigan ishlar bor. Bu vaqtdimi hargiz yirik qolmaydi. Uning ustiga buning har bir bo'lakini ayrim bir narsa qilib, ayrim bir masalan ma bo'lak yoki bir bo'laki bir qilib chiqarib, buni ayrim parchalab taqasimi, bu shu bo'yicha masalan shuningga qiziqadiganlar uchun bir yaxshi bo'lgan bir Guanzhongni Xin qilib beralaydi ekan bu narsada. Ondan men o'ylaganimda masalan ishkirdagi programmalar bo'lsin, masalan chet eldagi nurg'un programmalar bo'lsin, program ishlab qo'yib qo'ysizlar, buni hargiz bir odam mal program ishlabgan ko'rayli demaydi bu narsani uchun. Ondan keyin cho'qim ma programmaga bir to'p menshinglar yig'il degan bo'lsa-mu, hargiz berib va menshinglar chiqib degan buni ko'rayli demaydi. Lekin mush programning ichida qanday bir qiziq nuqta bor. Chunki ishkirdagi programmalarning hammasini qanday desak, Huati o'ynaydi. Huati deganimiz masalan Markson programda Abdurahman Jevo o'ynab berdi, besh bilan bir cho'gilib yetib, yiqilib tushib besh ketdi. Yoki bu programning qanday nuqta bo'ldi? Shuni ichidagi Huatini qanday tip chiqish kerak? Mush Huatini unga Shin Meitiga qanday bog'lash kerak? Undan bu Jibo va Gongzhong Pintay yoki app yoki Xiaochunxi emas, undan boshqa Douyin qo'yish deymiz. Hozirgi shipping xonimi chombosi bak yaxshilatichu. Mush narsa bilan qanday bog'lash degan narsalarni background qo'yim narsa. Undan yana biriga qanday desak, shu Jiboday xo'ning hozirgi shu nurg'unlarga pul tepayotgansa Jiboday xo'nikchu. Hozir Jiboday qo'yayotganlarni men bilganlardan vahshiy holatda ishkirim ko'rib basak shu bir kun Jibo bilan necha million topadiganlarni vahshiy ko'p holatda. Biz Xinjiang endi kiryapti, lekin Jiboday xo'ning haqiqiy mohiyatini tushunib, biz Jibo as-saqla bo'ldi deb o'ylash mumkin, lekin amaliyot undaq emas. Cho'q qanday qilib Xin qilish, qanday Yahoo qilish, bu to'g'riliq dars so'zlaydiganlarni aytib ko'p holatda. Lekin cho'qim masalan bu yerda o'tirib men bir kiyim sotaman, lekin mening Guanzhong'imning hammasi shu kiyimga qiziqadiganlar bo'lish kerak degandek. Bu programni qilsak, Zhonghe holatdagi har xil mahsulotni o'z ichiga olmoq uchun vaqt kelganda buning hamda ko'rish darajasidan aytib ko'p bo'ladi. Yana bir qilsak, Abdurahmonning o'ziga tushliq shu Xinjiangda masalan IP'si bor-ku. IP deganimiz nurg'unlagan shu o'quvchilar bo'lsin yoki korxonachilar bo'lsin hammasi deydik Abdurahmon tuniydi. Abdurahmon degan yo'nalish bo'yicha yaxshi narsani qilib mang'al deydi. Abdurahmon o'zi boshlab mangandan keyin endi bu programmadimi mencha cho'qim
to'xtamay gaplarni bergiz bir yensu program bo'lib qolmaychilik egri biz qalatda hurmatli ko'rmanlar unda shakl bo'lmaydi bunda cho'qim noiti erkin oladiki bir narsa deb o'ylaymiz chunki bayam deylik qiziqchilik yo'li narsalar ko'proq bo'lgan deb hamda buning ichida yo'limi bor ekan yangi narsalar bor ekan undan keyin nima deymiz fan texnika mushu ko'ch hujjatni o'rnagan nurg'un narsalar bor ekan shuncha bu programning nayt yaxshi o'qib turgan ishini men shundaqla mushu barliq korxonchi do'stlarning mushu program orqali o'zining mushu mahsulotini bir yaxshi tundidigan yaxshi bir sahnaga erisha olgan ishini men oxirida bu programning texnik taraqqiy qilish uchun balkim bir oydan keyin 2 oydan keyin ishlangan program bilan 20 yildan keyin ishlangan programning balkim farq jihatdan zo'r bo'lishi mumkin albatta shuningga mayli to'rdoshlar bo'lsin mayli korxonchilar bo'lsin mayli shu har qaysi shim meyti yoki cho'ntong meytilik ustozlarning taklif fikrining ko'proq bo'lishini umid qilaman albatta seni hargiz tilamaymiz tilaydigan ayrim kirib tilaymiz do'st deganni biz yine turib tilaymiz shuning uchun ishlaring texnik utuqliq bo'lsin hammalarning o'sha veyshan men mikro so'digar degan shu to'r programmasini qo'llab berishni umid qilaman rahmat sizlarga rahmat amaliyotda mishal o'tgan hammamizni biz ugunimizchi hammaning ugundigan night nurg'un yerlari bor yana bir nuqta ham qolibdi hozir anvar deyishirganda chunki men ppt tayyorlagan ppt qo'ymaydirim balki yansi bo'lib ketar ekan men o'qituvchi odat sen hech qanday yansi bo'lishni oldin bilish uchun men bu programmani oldin o'zim yozib qo'ydim chuqur yansilikni tashlab sen bunda erkin ozada evet deb jobusga o'xshash bunda newsga chiqib undan keyin qilgan deydigan to'xtam o'zim eskartib o'taman shunga eng oxirida yana bir bosqichni unutib qolibdiman 3-bosqich igri tiklash bosqichida men yana bir o'yin qaytyaptim chunki bu programma ko'rib maxsus ugundiganlar yoki uyonlar yoki boshqa narsa emas 3-bosqichda igri tiklovchi o'zining hikoya so'zlaydi biz onun meblag savcılar, meblag saldıqanlar, meblag saldıqan turib qalsa, meblag saldı. Ustozlar o'zining fikrini bayon qildi. Eng oxirida men xulosalab beraman. Sizning bu igrik hikoyangizda, sizning bu igrik degancha nada masala emasdan bir hamkor chiqqanchadan bozor chiqqan o'tirganchada qanday maqsad yaxshi bo'ldi. Chunki buni biz debatqanchagimizda nurg'un ko'rganchada andiz jiq odam anlaganchada nurg'un manfaatini degan. Birinchi bosqich 10 muddat tarafida igrik hikoya so'zlab qo'ygan. Ikkinchi bosqich doğrash bosqichi bor. Chunki bir odamning ifodalash san'ati mayli siz kim bo'lmang artistni kim bo'ling hozirgi davr ko'rin IP davri siz o'zingizni boshqa tuntishingiz kerak o'zingizni bildirishingiz kerak burun televizorga chiqqan cho'lpon deydik haqiqatan nurg'un cho'ponlarimizdan lekin hozir o'zini namoyon qila oladigan hammadan cho'lpon bo'lish fursati bor masalan hozir bir turkum vanxonlarimiz chiqyapti endi bir odam haq nim deb qoladi deganni unutib ketgan chora andikin taraqqiy qila oladi ekan 3-bosqichning 2-bilikida men doğrash bosqichi qo'ydim doğrash bosqichida tanlaydi odam doğramisiz hayvonmi deb ayolni odam doğrayman desa bir turkum cho'lponlarimizni chiqarib qo'yamiz masalan adilkam deb chiqqanmiz rasm chiqqanmiz adilkamdan mayli gipini doğramda harakatini doğramda chiqib 15 minutda doğrab berish kerak doğrayolmasa bizning bog'liqchi nomer qo'ydi bunga agar hayvon doğrasa eshak chiqqanmiz eshakni doğrab berish kerak chunki mushu holatda o'zini yengish holatida biz 3-bosqich yana bumi uyan holatida buni nomer qo'yamiz chunki nurg'un chog'larimiz iqtidorlardan natija chiqara olmaydi ekan iqtidorni bozorga moslashtirolgan natija chiqara oladi ekan u moslash uchun haq nim deb qolgan unutib ketgan natija chiqara oladi ekan shunga biz nurg'unlagan programmani akirib yug'urib birinchi xam material paydo bo'ldi balkim ba'dan anvar do'stimiz aytib gap qildi birinchi san bilan 10-san o'xshamas mumkin chunki har bir ustozlarimiz men aytmoqchi o'tirgan har bir akalarimiz adillarimiz va mush yuqurdoshlarimiz va kasbdoshlarimiz har bir programga cho'qim menga ukam maya bo'lmabdi mandara o'zgarsan bo'ladigan taklif fikrini cho'qim berdi shunga biz mush jihatda pishib bitildi ekanmiz yana deydiganimiz biz azaldan pishib bitirdik lekin kunda cho'ng urishni to'xtatib qo'ymadik cho'ng bo'lganchigimizda biz mo ozdir kaptir o'zimizning orzuyimizga o'zimiz yiqilisha oladi ekanmiz unda eng oxirida men bizning yana bir pəxrana turib qoldigan bu gen pəxrana turib qoldigan bekchiq hammani chiqaraysam vaqtni aytib qilsam ikkala bilan aqlashtiray ma'qulmi hammani chiqargan bor noit haqiqatan gapini anglawag'imiz bor bir turkum suyimli kadillar yana bir mening suyimlik bir do'stim qilaylik Mehmetjon chiqsin Mehmetjon meni chiqama degan lekin chunki Mehmetjonni jiqiyaga bormaydi jiqiyaga ko'rmaymiz-ku mushunday yerda ikki qiz gapni hammadan muhimi o'zi bir rejissor va o'zining sohasida hammamiz e'tirof qilgan ham xalqni so'ygan ham bu xalqni so'ygan ham menni so'ygan mushunday bir do'stimiz ikki qiz gapni olamiz Salom hurmatli ustozlar korxonchi do'stlar akadilar minglar bilan bugungi men mikrosodigar programmasininki boshlanish bugungi maslahatchi edi
uchrashganimdan intayin xursandman. Aldı bilen bir yerde nurgun ustazlarımız var, doktorlarımız var, alimlerimiz var. Aslında bu mikrofonu emasmışlar oturup sözlep bergen bolsa nayet yaxshi bo'ldi. Lekin Abdurahmon dostumizga ko'pdan ko'p rahmat. Mishada bir sizlarga bir salom qilish fursatiga erishganingizdan o'zimdan qilaman. Bu programni nayet xush bo'ldim. Abdurahmon doktor Aydın nemişini qildi desem, amaliyot rasmi yana o'qigan bilimlik olim adablarning, ma'lumlarning kallasi nihoyatda ilg'or bo'ldi ekan. Men o'ylab baqdim, shuni ishi to'xta bu qilolmaydigan bunday yerlar bormi? O deb hisoblab baqsam qilolmaydigan yeri yo'q ekan. Adamlar chiqib biz arsini kelib o'yang'isib qo'yib, uning qilsa keyin masalan ish qilg'isi bor yosh bolalar bo'lsa, buning qo'lida hozir necha yil bo'ldi nurg'un korxonchilarni tarbiyalayotdi, nurg'un savdogarlarni tarbiyalayotdi, nurg'un yangi mikro savdogarlarni tarbiyalab qanday ish qilishga kirishtirayotgan bir ma'lum hozir mishada texmi endi nurg'un ish topolmaganlarni uchrashtirib qo'ydigan, ololmaganligi elishib berib, sotolmaganlarga sotishib berib, oliqdan 2 tanga choy pul deb ancha tirikchilik qildigan yaxshi program ekanda. Şuna abay degandek do'rash narsalarimiz mujassamlarga yaxshi texnikan. Shunga men bu yerda ortiq jiq so'zlashimning hech qanday munosabati abay odil odam, butun deydigan gapimizni mujassamlab, mayra qizlanishni yaxshi deyapti bu programmaning butun narsani. Mush programmani yaxshi futuqliq ep mansanglar bizning qo'limizdan keladigan qanday ish bo'lsa biz har vaqt qishingizda tayyor yaxshi bo'lishiga, muvaffaqiyatli bo'lishiga chin dilimdan tilakdoshlik bildiraman. Abay degandek shuni do'rashdan boshlagandek ashulaqa men dastlabda shu odilkamga o'zim do'rab Voy, men shu basidigan yana basmay chataq endi silg'izib. Shunga o'xshash, shu Yusuf Salikamning ilqi Adilkamning uyiga Achujang borma deb kirganda, shu tunji qatim Adilkam bilan shu sayyora 2001-yillik yash. Jongyangda istedin kep Jongyang o'makda ishlaydigan vaqtda, shashan qilib qo'ygan vaqtimiz. Aşağıda Adilkamni mixbirib, Adilkam shu vaqtida Bana bo'lmaydi. Nima deb do'raysdan menga xap bo'lgan bo'lsa, o'zini ya bo'lmasa shuni ma bo'lmabdi degan bo'lsa, balkim o'sha artistlarni do'rash tarafdagi nimamga men mang'an bo'lardim balkim. Birsi xap bo'laydi ekan ya deb. Lekin shu vaqtda Ahmadkan bilan ishko'ylarga tushib ketdingiz degan etotni o'ynab mangan vaqtda Aşılar shunda zo'r ilhom berib Beijingga ketib 1 yil ishlab keldim. Shu 1 yilda nurg'un san'atkorlarni do'rab yenib kelgan. Aşağıda en beşte şu Yusuf Salikam doğrab, Adilkamga itot taşıyalıqı. Öyge xata kirib kaldığı Adilkamdan. Açucak öydi baba, atla açucak, köklümüzde be, keptirmez he. Aldırbayımız, şunda bir malla. Açucak, ben bağay, çucak. Ben bakayım. Şunu o'xshashmishda ama san'atkorlarimizni eslab turayli. İşleriniz yaxshi bo'lsin, programmalarınız yaxshi bo'lsin, davom etib o'ltagan barliq korxonchi do'stlarimiz, ustozlar davomini qo'llaymiz. Ağa, o'zlariga mikrofonni topshirdim. Rahmat. Meyli naqşet aldıqda bir naqsını alıb qaldım. Ondan keyin neni Mehmetcan ayağının elə bir naqsını aldıq, hə? Hə? Demek mənim hər birisimiz biz üçün ait aktiv energiyaçı. Ondaqda bugün onlar həmməydən başqa məsələ tapmagan bolsanlar, ünlüdarımda dep bəsana boldu. Müştə bir işqi tutuş qıldım. Həm də ətrafımızda bir adam ətrafında özünün yıqıldığını sən qılalaysa gələk səbəbindən azdır köptür, azdır köptür işenç peyda oldu ekan və qilish üçün tirikçilik göstərikənimiz. Mening arzuyum, nişanım bugünkü fəaliyyətə biz to'g'ri berib ekanmiz deb bir kunlarda sizning og'zingizdan shu gapni anglash uchun eng zo'r tirikchilikni ko'rsatmayman. Chunki bir odam o'zining vaqtini mana bugünkü bu fəaliyyət üçün belgilə səbəbindən mən nəhayət xoş oldum. Ən axırda
Hamda Nijatni ishga qilib qo'yilmasa bo'lgan faoliyat tugamaydi. Shun xulosa sifatida Nijatni ishga qilib qilib, ishdan qaramay turinglar, ama tiziq qaramanglar. Qag'am masalan Tashmamat kam keldi. Hammadan gap qilg'izg'im, masalan, hammadan muhimi bir bog'lovchilarimiz. Masalan, Abdurahmon muallimdan biz maxsus bog'lov taklif qildik. Bu sirtqi har bir tur yetakchisiga qarata o'zining VCRda bog'lashni yo'tib turdi. Bizdan muallim dedik, mayli Mayradir, uni boshqa shu programni qo'llagan Pinar shirkatidan Rayla xonim dedik, O'zbay shirkatidan Irshad apanim dedik va shundaqla xabar, Kaylarji Xuydan xabar dedik, bular nihoyat yaxshi qo'lladi. Maqsadim ishongan har bir mas'uliyatning uddasini chiqish. Undaqda xulosa sifatida Nijatning ishga qilib olaylik. Rahmat. Rahmat, birodarim. Salam tuqqanlar, salam urug' tuqqan yaro do'st birodarlar, aziz mehmonlar, ustozlar. Kechqurunlar xayrli bo'lsin. Oldi bilan taraf bol oldinglarga chiqib qolganligim sababidan uzr so'rayman, lekin eng yaqin kishilarga eng samimiy, eng rost tarafini ko'rsatkisi kelgan ayibga buyurmaysizlar. So'z navbati mangildiganligini o'ylamaylam. Tabiiy holatda huzuringlarga kelib qoptiman. Oldi bilan mana mushuningdek bir yaxshi ishning ishtirokchisi bo'lib, bugungi maslahatchi desak xatolashmaydi ekanmiz. Mana shunday yaxshi bir maslahatningki a'zosi bo'lganligimdan 30 o'g'il 9 qizning qatorida sening eng yaqinlaring sanalib, mushu sahnada tura olganligimdan o'zimni intayin baxtli his qildim. Bu yerdagi chiroylar hammasi menga nisbatan tunishliq, intayin muhabbatlik. Bugun menda shundaq bir 3 xil tuyg'u bor. Birinchisi hayajon, ikkinchisi hayronlik, uchinchisi tilak. Bu yerdagi hayajonim albatta mana bu shuningdek qora ko'zlar bilan hayotimizdagi qimmatli qarindoshlarimiz bilan, mehmonlar bilan, biz bilan safardosh bo'lgan, biz bilan igilik tiklash yo'lida, taraqqiyot safarda hamnafas bo'layotgan qurdoshlar bilan, davrdoshlar bilan yaxshi fursatda yana bir qatam uchrashishga nasib bo'ldi. Bu meni hayajonlantirgan tarafi. Mush fursatda menlarga omonlik, osonlik, xotirjamlik tilash fursatiga ega bo'lganligimdan o'zimni baxtli his qildim. Rahmat sizlarga. Hayronlik. Men hamisha o'zimning vaqtimni yaxshi o'g'irlashtirish uchun tirishchilik ko'z tutyapman deb o'ylayman, ammo o'z dunyorimdagi, o'z jamiyatimdagi, o'zimning atrofimdagi Abdurahmon doktorga o'xshash va yoki mayli axborot kasbida bo'lsin, san'at kasbida bo'lsin, o'zining iqtidorini, o'zining energiyasini eng zo'r tirishchilik bilan namoyon qilayotgan mushundoq bir-biridan qaltis munavvar do'stlarimning bor ekanligidan hayajonlanib, hayron bo'lib, Gayda o'zimni tirishim yetarlik bulanmayotgandek his qilib qoldi ekanman. Sababi Abdurahmon mening nazarimda eng oldi bilan buning bilan do'stlik o'rnatgan bu bir qancha yil jarayonida his qilganim, bu bir munavvar dada. Bu bir mas'uliyatchan Shunaqla bu ajoyib iqtidorli bir o'qituvchi, ustoz, ham bu bir samimiy do'st. Hamda nurg'un buningga ishonguchilarga nisbatan yaxshi bir maslahatchi, idrok berguchi. Mana shuningdek bir do'stimning o'zining o'qituvchilik vaqtidan sirt, o'zining maslahat berguchi vaqtidan sirt yana 24 soat vaqtini 48 soat o'rinda ishlatib, texnik ko'p ishlar uchun, texnik ko'p kishilarga bilim berish uchun, aql berish uchun, maslahat berish uchun mushundaq bir ahamiyatli sayna hozirlaganligi meni intayin hayronda qoldirdi. Ishlaring texnik barakatli bo'lsin, harmig'in mangu egizdi ko'raylisini sana omad tilaymiz do'stim. Albatta Tilikim bo'lsa, bugun mana shuningdek yaxshi fursatda yana nurg'un korxonchilar bilan ham sana safardosh bo'lib, sana rag'bat berayotgan, madad berayotgan san'atkorlar bilan, ustozlar bilan, yo'lboshlar bilan uchrashdik. Barcha qurdoshlar bilan, qadamdoshlar bilan bo'lgan hamkorlikning texmi xayrli bo'lsin. Do'stlarningki, barmoq debdi, barmoqqa do'stim, biz birlashsak bulimiz mushtum deydigan shuari bilan texmi kuchga to'lib, texmi irodaga to'lib, texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingga ham ishonima, ham eng yaxshi tilakimni bildiraman. Menimcha dunyodagi ishonishlarning ichida eng kattasi ko'rmaganga ishonish. Buniki natijasi xosiyati bo'lsa, ishonganini ko'rishdir. Menimcha nurg'un natija qozonayotgan naq maydondagi korxonchilarimiz dal mushundaq bir aqida bilan, iroda bilan, g'ayrat bilan oldiga qarab mengyotidi. Gerçi biz bu programının neticesini tek kömügen bolsaqmı, ama biz sana işinimiz, hem işinişini xalaymiz. Şundaq boğalıqımız üçün, mən Mikro Saudigar namlıq muşu programının, cümlede muşu bir dərislikinin, muşu bir əncüməninin, jığılışının, teximi köp kişilərə haqiqiy turda kuch beraləydiganligiga, aql beraləydiganligiga, energiya beraləydiganligiga işinimiz. Ən axırqı paytlarda yana bir qitim
ustozlarning oldiga, qurdoshlarning oldiga tarafbal chiqib qolganligimdan afv so'rab, so'zimni oxirlashtiray. Rahmat sizlarga. Rahmat. Eng oxirida yana bir deydiganim, biz har vaqt sening yoningda bor, seni qo'llaymiz. Muborak bo'lsin. Mush Nijat kep qiz bir naqshanglayotgandek his qilaman. Nayt adam huzur berdi. Shunama emasmi? Mana haqiqatan nurg'un o'quvchimiz bunday deydi. Molim, mush gap amaliyotda dunyodagi eng muhim qurol ekan. Biz mush eg'iz san'atimiz orqali nurg'unlagan dunyoda hal qilib bo'lmaydigan nurg'un masala shu eg'iz orqali so'zlash qobiliyatimiz hal bo'ldi ekan. Undaqda bugungi asl nurg'unlaması Şemsiye keldi. Nurg'unlagan o'zimizning akalarimiz, adillarimiz va o'zimizning qurdosh eng yaxshi ko'rganlarimiz bugungi faoliyat kelibdi. Faoliyatni to'xtatqim yo'q, lekin men degan faoliyat bir soatni eshib ketmaydigan. Bir adam uchun eng chong hurmat, shuni vaqtga hurmat qilish deydi. Yana bir qatam hammalarga egilib turib, bugungi qimmat vatan chiqarmoqcha kelganlarga rahmatini bildiraman. Rahmat sizlarga. Bugungi mushu. Rahmat. Cho'qim mush programmani bir yaxshi bo'lgan bir Ügünü söhnis texnik aylandırıcı en zor tırışçılıqını göstermem. Yaxşı program işi yemeyme. Lekin yaxşı bo'lgan ügünü sen hazırlaş üçün en zor tırışçılıqını göstermem. Yani bir qatam bugün faoliyetimiz kelgan barliq dostlarımız, ustozlarimizga, qurdoshlarımizga egilib turib rahmatimni bildiraman. Rahmat, ishinglar yaxshi bo'lsin. Yaxshi bo'lgan natijalarim orqali minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. Rahmat. Bugun ayt oddiy choymi quyib bo'lamidik. Keyin mush programni natijasiga kelgan chog'da chuqum eng yaxshi rahmatimni bildirib olaman. Rahmat hammanglarga. Rahmat. Rahmat. Mübarek olsun. Sizge mengi işinimiz. Hocam bir yere ama kıyınıl getir. Oy rahmet, oy yolunda gidip geldim. Pes kalayım ya. Orada sabır. Kork yap kaldı, önde sap kaldı. Kollayma. Oy sürüm.